Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Eshitma. Oylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsizkin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Vah. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'uq suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirayotgan suvda nima mazza bor deysiz? Chimangul. Bir chini so'g'uq suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang. Ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Kızıl yüzlüm yarim Avat bilene jügan Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qini Ko'zning kattiqdan Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandavoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandin tatib olinglar desingiz, voy, nech pul bersa, o texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da.
O çağda qalamga siyoh xizma desangiz, qallaga kelgan gap qech ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar Yusufni qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chi, qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepin ching tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar hizb qasam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, angladingizmi? Sizim ish xotingizni biz tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqqidak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konki bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushunarli bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idak bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Matbuot yuzida ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuq yaqinmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havarayım o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qaramamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, at degani nima adingiz? Voy, nimada ansiz xotinay buni? Qo'ya, Samatjonning dukuni ko'rib, balla bilan birdan berim deb o'tirmiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdan, danga? Ha, xotin haqga aksini aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish menga sara. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Menga qanaqa? Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen de geçtin ama. He? Sen çö. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. Jigirimi öködüm. Ranlık. Ananı mı da?
Bani görüp bak. Üçte. Gelemez mi? Kandırak. Ağayınlar. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha? Ha, oldu kılaylı, oldu kılaylı. Sen hemen kaysa. Evet, görüşün ya. Bakma. Otursan o, mamam sen. Madınlama. Kasım şoförge Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım kalkıp bir Ahmet geldi esma. Kasımka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çota potur vardı. Sizler çok o ben kutlanmayın ha. Bana az olsun sen Serpay. Bu senin. Bu sana çıktı pardon. Bakalım sen. Hadi başına. Ağinler. Ezme işitme. Hoşça. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Amada iki kızık gap bile işmevsun ha. Gazi adaş, kısık yap degen ne? Ma Enver işkinlerden anlayamaz. Kanda dedim efsane. Hey Tangal, hele bakasını arakçılap baygın yitimizsin ha? Onda iki kız efsane layıp getirdiğin onda yumuşaktan geliyor. Bu şahsen geldi. Mesela bir yomur eğit birey. Bir günü padişahın ayalı cennetki ziyaretki berip bir saraya kirip kaptı. Qarıgıdek bolsa sarayının töt dimiğalık saat isiglik toğudek. Bu saatning birisi asta, birisi tiz meňiwatgan. Şunu bilen o Hörperiden soraptı. Bu nime iş deptiken? Hörperi onunğa bu pani alemdeki her bir erkişigi qarta esilgan saatler kimiki aşnısıgı bekrak berilse şunun saati tiz aylındı depti. Ya bu yumur mu hikaye mi? Şunun bilen padişahın ayalı Hörperiden emsi menin şahimnin saati qaysi dep soraptiken Hörperi turip ketip sizin şahiniznin saatini Azrail işxanasıga apırıp çamaldırız kılıp aldı depti. Peki kalan. Ha yenkem o. Eyvallah, ötken doğağı. Bir toyda bir çokan bilen ufuğu çıkıp kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alametken cima. Xuddi uyutulgan lapındaki lık da turdu eken emas mi? Bir haftacha şu çokan dışarıda çıktı ben. Keçi tutuşum buzulup çıkıptı de. Öyle ayalın yok mu de? Hala. Hoşa. Hoşa. Hey. Ma bir Mehmet Boğa işini uqdunlarmı? Mehmet Boğa vakan anladın Neymiş ne? Sen hepsi anladın mı? Yok. Bir stol bu üsülüp uğulup gitti cuma. Xuddi Tangal'dek çeçilip ketipti de. Tapmaydigan gap yo'q da bu sana. Hoşa. Hozir chet elda baq o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi dek. Hey, senin bir şey dayağı olgandaki burtonu budur çeteli kılıvasan. Gel. Bana adamın dişini geldi. Ya seni. Dime bir şey sakamayın. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Durca. Taza
Beyzi kılıçsa da, ha? Ha, keling, keling. Ha, qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teshqma, ağalığını yaxşı. Muşu, nasıl oldu kendimini vağı, üzdümüge yerim kalmadı. Bizning malda bir qari odam botdi. Shu og'ish chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anig'imda qilgandim. Nasıvalgı battı, tügep ketdi. Onun üstüge nasıval çekidiganlar azlap ketkeşke, yasaydiganlarning mı tayini yok. Bana bir kişi ekip berip turdigan. Uzak oldu, o mu kelmeydigan bolup ketdi. man qarang, birer romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Qo'sha. Xo'sh. Bele. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Hiç koydu. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmiga yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mo sizni ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayatınkı sizning hurmatingiz. Endi mao sizning naq növtingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Iling. Iling. Bele. Qani, qo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu, bo'pti, ayting. Aytering, naqshvasi olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim ey pida Cinim pida bulsun eyvah ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Koşa. Aşına bulsun ey sana ey Yasin'in ade derdin vay aman Rahmetli, bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağiniler.
Mao dükkanını işidin takap koyup, aram xuda bir otlanmaylı mı? Ha? Takak. Sakı. Men edep çıkıp kire. Edep. Ya babda çıkıp kire. Edep ki gerek yok. Astırak. Avayla. Üzem çıkmasın. Üzem çıkma. Oltre. Men edep. Ha, siz gideyim de çıkıverin. Gerek yok. Gel içim al de gel. Kasabet naqshini hali yomon emas edi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Gel. Baslısa. Acep istiyorsun korkma. Arap diye bu koyunu ismeyle değme. Yanış kadına. Ağineler. Şu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotin, eri yo'qlarga er bo'lib berdigan bir kesip ro'naq tetidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qorovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'ltiramish. Mushkin duago, hamma narsa tatar ag'enilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. Ha, to'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga kuchib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy! Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Hey, mush hozir chet elda bor. voy boldalar chatal qo'ya, chatalarni. Ağineler. Bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağası yo'liq qoldim kitan. Ağiniler. O zade mesmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush dukkan qilib maskirib tikavi. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayıpçilik bir yak yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqda kaçıdığan dek emas. Hey, ağinlar. Saatmi bir yerga berib qopdi. Ne çöptü? Aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdi. Bopta emisa. Onchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdik. Ya, maqsudlar kuchdi. Samet Nügülek. Samet Çakır. Dükkanını takap mağmamız bizimle. Ağiniler. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Aynen dügülek. Astra. Maşt. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetibman. Mağdak.
ish qilgan narsa ne aytmas. Acayip bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisqa o'tira. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, mana oyoq berib o'lta. Seni uydan keldimi? Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchi motosida o'tirman.
Kechisi motoq chiqsa quloq mengini yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi. Qaysinglar oldinglar? Tova. Motor tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeyapti qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xufsalik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi pulni, ha? Odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin onda paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik, shopur. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? O pullarni tijorat qilib terisi tip topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchikansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib buyoqqa kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya bu qora to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi tanımagan odam deganni so'rig'i hargiz topmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yurapdik, ha? Shu emasmi? Degan o'g'irning bizni saqchiga so'rdirdi. Buning do'koniga tushirib qiziq. Shu emasmi? Hey, agar u seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qilib topdik? Shu emasmi? Yelim aman esam qilib chiqdik. Davuştu. Oylab sizlanma, çağlap oynanma. Oylab sizlanma, çağlap oynanma. Oylab sizlanma, çağlap oynanma. Oylab sizlanma, çağlap oynanma.
sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylap sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylap sözlanglar, çağlap oynanglar. Ya Dügülek. Qanday qo'y? Ha, Osman. Ben marab to'qish uy qilsamamda. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgansin, barmi? Adas, mana o'tirdim. Ha, bo'ldi. Voy, mana o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, mana o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandir. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman, Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midoq deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa kerakli bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganimiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bunday qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Unda saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qayb qilsin sarang bo'lsiz. To'xta! Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Ise. Qachonli qarsak taqaq turdi uning dukkina. Chiqqan yo'lda shusiz yo'qolib ketdi-ku. Jira Osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum, adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Salom Nega mangdan? Shu naymangatdim sizlarni izlab mangdim. Kel oldu tepişamıdık. Sametligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Suyak hozir berib keldik. Dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi ava. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishib turguncha ma'lisi Ay, ko'rib yig'la, taqmaylarmi? Yuranglar shunday qilaylik. Bu birat peshkalik bo'lib qolmagan-ku yana. Hey, u degan so'roq chopsa qocha. Meni bekor ekanimni deb ko'rsataymi? Beshig'ni yedigan juvoy demak, tozim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degan o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'ir vatamda. O chekam. Sizning o sarangga esi surib qasdingiz olmamdi. Nimdab esi surgansiz o sarangga? Onun saralығы men edim bilme. Köp gündüz adam urganda qarganda qeyp qizil sarangga o'xshaydi u. Yamançıq urvatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Juringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy ben. Beshim. So'mkini og'ir olib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, Sancho. Sabr bera. Ammo qo'l. Va so'mkini ola. Sho'ldi.
Vay ay. Voy ne bo'ldingiz? Ne bo'ldi Osmon? Keling o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osmon. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, neronda qanday chatashqidi meni. Qarang, bekadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin neronda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, jo'nima. Bo'ldi. Sen saramsan o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Keling. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osmon, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kesal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy, avval nima ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Uy, Sara. Nima? Men burası sarangmi? Sara. Rost Sara. Hey, gapqimisam, teximini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq dug salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasin bir saran ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan?
Oy mening narim saranka. Oy men odatki saq odamlarni mi saq tursan? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyin. Haklı sözler aklı kara demeydiğen. Nereyazet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Nereyazet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Düşen insan dertke muhtaç emas. Amma durmuş kısmet dinar her kaçan. Düşen insan dertke muhtaç emas. Amma durmuş kısmet dinar her kaçan. Mense gözlerini istekte mansam o yere. Tusar lekin aldığını derya tağdama. Mense gözlerini istekte mansam o yere. Tusar lekin aldığını derya tağdama. Tuzar yaşlık gider, gider hemmesi. Kalar fakat dilde yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa. Pak sakla vicdanımni düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa. Pak sakla vicdanımni düşmesin dağlar. Pak sakla vicdanımni düşmesin dağlar. Aldığını bir gün yememse ayollarının rızkını yememay. Oturup tokudaki daha çok bir yer gelsin. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun bari seklerdi gelsin. Qaranglar, sarang nima chiqib yurdi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Pulumni izlayaptimi? Hey, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan baq qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen de qiziq ekansan. Hey, pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga juda. Qaranglar uni olibdi-ku. Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar, uni dervishga o'xshab qolg'inni. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey,
Yaman bo'ldi. Hey! O mening mashinam! Ne gapirdi? Nima? Nimishingiz oddiy? Siz men tanımaysiz. Ama ben sizni, erimizni tanıyman. Erimiz şu tapda o darya boyda bir kız bilan oppoq chappoq bo'lib o'ltirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Ben öz ko'zim bilan ko'rdim. Voy, iflos. Kish deganga bu ishongili bo'lmaydi. Aras, ben o maşını ekegendim. İşenmisiniz, ben sizni apıray. Bu erkak yengici zaten ishongili bo'lmaydi. Ha, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchiq chiqib beraylik. Shunda qilaylik. Olsam degan bu sarangizni oldimay yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmagan. Kopana? Kopana? Pilla oynaymiz, ha? Aytma bizim oynayalım. Hey! Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, o sarang Rasulullah öpkis akaga o'xshamamda. O sen degandek sarang emaskan Juma. Ana keldi. Hey, pivilar öpkisida akagan bo'lsang, bek akilib o'ta. Bo'la. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma öpke. Mana ma piva. Voy, bish. Oldi. Oyna! Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Kim bo'lding? Naqmi shu. Hey, nimdab mashinamni deb qaytsa? Hey, sen buni tanımsan, tanımamsan? Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer to'qratmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saraka? O'zing sarak. Kızıvatıda. Kız endi çıktı.
Qaranglar qizib qocha deb qoldi. Bunun nemisini görse deyme. Ya bir-birisini vaqtdan ko'tirib basamisa o. Voy adash. Qaranglar ahroz hujum o'tdi. O'yin endi qiziydi deyman. Ha. Ona soqashtirishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, "Qancha chiqadi? Qasab bo'lmamdi" deyman. Ha? Samatni yo'qab ketdi. Osmonmi qarisi ko'rsatmasa, eng yaxshisi bu xora soqishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek soqchi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'yga qo'riq gapiringni. Bizning yo'qligimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ishimiz ish emas. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor hamib ketib demiş. O'ylab baqa, shundaki Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Bolda qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnaq mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Bu ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilib bergan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyal soğuk çayını içseniz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmaydi. Oy. Soğuk suyun ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bopda sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne görse? Chiqdimi? Oy yenip gidene ben korkma. Hey. Ha, kandak ha? Hey! Çıktı! 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 Oya! Yavaş ol! Hey! Ben digen Çıktı! Ben digen sarang! Yarayma! Ben Cüret! Takt kutusunda ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz gidersen. Ha şu. Makul. Cimriyete! Ha. Dur! Gitme ha! Yer gitme! Yolu boş yola ha! Otur! Ha sen nereye gittin lan? Yolu boş yola ha! Yolu boş yola! Ha yolu boş yola! Vay. Ma resimni alametsiz yaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey! Sen nima adamsan? Ben sarang. Kimini Hey, ben aslı sarang. İşenimsançı, xotumda so'rab bak. Doktorum şunda dedi. Hey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyl bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi mu? Hey! Ya ben seni tonib qoldim. Sen sarang sot yo'q degan-ku.
Buni qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kengchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rag'im bo'g'im yo'q qarang. Shu Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Buni so'rag'ning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga kelsa, so'rag'da yo'q qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulak ikkisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bag'ara dostum yaxshiladingmi? Bormi sen adashi? Voy sen nima ketding? Qagana qo'lingni. Bormi sen? Ha, yaxshisan. Salomat turing vaqina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasmi? Gap qilma adash desam gapakchi. Samatchan qani. O dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va uni dukkan nega g'oyib bo'ldi? Men faqat topolmadim-ku. Adash, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u do'kon yo'q. Ha? Jira. Biz seni boshqa parayla. Jira. Samet Tugulakning dukkani mana mushu. Oho, alomat. Yura, Men kirmaychi. Yura. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingda? Yaxshi turibmi? Baba, dukkanlaringni alomat katta qilib olsajmi? Bu shinchilik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'l silib olay, ha? Oho, alomat o'tkitdingmi buni ichi? Yuringlar. Uning qo'li bo'shamag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zgartirib ketdi desak, mijozim o'zgarib ketibdi. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bug'uymi ozroqni pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, topqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Hayalligina. Amni bir yomon xotini qo'li qolidi o'sha. Ey, baldunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, Samatcha sarang emas-ku. Ey, mush bir o'ndan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni saqlamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar birinchi o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Qanig'ich bir ishchaylik. Shunda, ko'nglimizga gapni qilib birdan o'ltiraylik.
qilyapsiz? Voy, nim qilyapsiz deyapti men. Voy Xudoyim, men o'yning ichini qilyapman, nim qilg'imdi bu? Xudoyim, men qilgan ishni yana saralg'i tutdim, nima buniki? So'pkamniki. Aka so'pkamni. Mana. Ichini qilyapman. Ey, meni aqar so'pkamni pullani. Men mayot qalanning arasida tiqib qo'ygandim. Sen ilib olsa. Keşke pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulumni deb be. Hey! Bo'g'ib men seni, bo'g'ib qo'yman. To'xta. Pullarni deb be. Pullarni deb be deyman. Bo'g'ib men seni, bo'g'ib qo'yman. Pullarim qani? Voy Sara! Bu bekçik bu demesme. Bo'ldi qilib. Endi har qancha qilsangiz o'rniq kelmaydi. Shu haraq degan nejisni ichmagan bo'lsangiz, mush ish yo'q. Sen rasli o pullarni olmadingmi? Saralığınız tuttu mu? Qara aqarmas, sarang saqaymas degan. Rost gapganda. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! To'xta! Sarağımın bu kadarını bir koy! İlhan'ım eşip kemeden İlhan'ın rastı çatak çıkan değil mi?
voy. Voy Sametmisan? Voy. Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, Bo'lmasa, ahvoling ha? yaxshimi? Ko'rinmaysan bu, Salomatchilik ha? yaxshimi? Voy teshikmadash. Teshlar, Voy teshlar. qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilqdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Ko'chda o'tirib paravoz. Qara. Voy mehmon keldi. Ha mana. Jinim adash uy kiraylik. Oy, Ah, tezmi? qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Teshliq. Choy iching. Men bu sizlarni yo yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, adash, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gaptimiding? Shu chog'da u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi, demakchi sizlar? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim-jimi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatime. Shu chog'da u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chog'da so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakli qiziqqandim. Desan, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. O'tdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demansan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan u o'ylanmay yurgan bir bo'ytaqning qilgan degan. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgili tosliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rasmu yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Masjidmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsa-bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yoshirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Iliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli miti? Hammasi vaqo xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Ey,
Bu sırrını menden başka sen bilsen. Başka adamga demegen sen. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman senden. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas, Osman. Elik pullarını hazırca dükkanımı desmi kıp durdum. Paydası olsa tank göremiz. Hazırca az bolsun o ma o 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin. Ha? Ola. Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydi. Biz yakın elağıydık. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu degen senin hakkın. Anlasam eli kıkımavaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qimavaz? Eli bizden dükkan kirgen kımavaz çok. Voy senin dükkanın qiliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarang'an nima degina? Voy iset. Oo, voy iset. Osman, hoş emesin. Ma'lumada. Ha. Ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emesin. Hoş. Osman! Ha! Osman! Ha! Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taqsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz oshqamaylik ana. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni tavatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. U degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'in bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! Ey dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy demiş qo'yma, to'xta nima? To'xta! Ey to'xta! Ey Osman! Ey to'xta nima? Voy nima ish qilsa, ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qachidigan bo'lib oldi. Uni qizab nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib keladi va? Samat o'zgardi. Osman mi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adaş? Beni qaqshimi kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopti deb anladim. Samat mi o'zgarsa, Osman mi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Ocan, voy. Oy.
Bundaq pulni o'sha ig'jaqsiz tul xotinning qashligini halol. To'xta! Saran, indeysen. Ha? Bak Saran ne bu Munofiq! Kim sarankan? Sen beni udun ka. Saran neymiş kursa? Kim sarankan? Adel baba. Beni saranda odamsan deke? Beni burada baka! Kim sarankan? Kim sarankan? Duydun mu? Saran. Bakadım baka vurup. Bakadım baka vurup. Saran. Ya sen mi doktorun köketmeyin saran olan tavuk birisi. Ben onu işini mi kımırsam? O öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Uağa bu etrafta pırsonuz pulni tutup koyup saran olup ketdi. Bo'lmasa yaxshi olib birdi. Hey Osman, quduqpa o'yladik yeyliq kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepibdi-kan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan u. Nima? Undesa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitib tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Og'zingizni chaqib deb gapirlingmi? Men paxtashga so'yman emas. Osmonman. Osmondan qolgan men. Ular paxtashchi. So'yman tishidi. Dangal tashmaydi. Ey, men-chi yezib tuqqanlarnikiga borgu, kallamni sagitib, neroni aram oldirib deb ketib borman. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, bizning bir ishlab paypaq bor. Sizga to'g'ri keldi. Ey, qishning kuni o'smi kerak o'z biznikiga bering, men beray. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Choprisdan mashina to'xtagan kuni yuzingizga qancha kilo pisirkaysiz? Men bilan bilishsiz, kundagilar kishini qo'ydi. O, itap qara, so'ram. So'ram. Kim sarang? Uzang sarang. Sho'priston. O sarang xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib o'tdi.
Adaş, sen mi tormozunu tutup otasan mı da? Tormoz? Maşina tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunun benim oldu ya! Hey! Ne buldun oy? Pul yok da otattınız. Hacep obdayay tıkıp koyup dikensiz ha? O pulni nima qilding? Nemi kılattın? Hazır vakti 2000 so'm pulga nemi kilitaysiz ey? Ballağı bir akır kengecek aldım. Yani uşakça karjan töledim. Un, gürüç, may, haras. Sizin pulunu ağılt kepken onu verdim. Kağıdını mav kiyinden aldım. Çıraylık mı ki? Tazı optan boldu. Geliş, kiche. Quruq so'mkini ko'tarib kelaveramsan. Kichiga sirab bir narsa olsam da. Kichik sağdık bir narsa sanmamdı var. Ha, yaratma Sametcan mı o? O şuka. Ya Sametcan aka. Hey! Ya Sametcan. Ya Samet. Hey! Bak oldu kıla. Çılgın ona. Dövlekning holini bil. Eliq do'konga xaridarning pulni dal mushuk azab ilib olgan. Nima? Nima? Nima deysan? Eliq tushib ketgan pulni mushuk o'g'irlagan. Bu kasab boyib ketdi. U bechora sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyma uni. Osman. O'ldira. Zad nima ish oldu? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Ya bir kuni o'g'lim, tushdi bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'pdi. Nima qilishmay qo'rqdim. Yaxshi o'pdi. Qaranglar, Qaltsika ekan bu. Qaltsikayligida gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qaltika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrini ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'ri modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bağan sırı dötlüşüp ketiyotimanmi o qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zoti qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qiz tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyi Haklı sözler aklı kara bilmeydiğen Nere yazet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydıgan Nere yazet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydıgan Düşen insan dertge
Tosar lekin oldingni daryo tog'daman manzil ko'zlab istakda maqsam bu yera Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Tuzar yaşlık gider hemmesi Kalar fakat dildi yangan arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Aklı kara demeydiğen Nere yazet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydıgan Nere yazet gelgendim o oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydıgan Düşen insan dertke muhtaç emez Amma durmuş kısmet inar her kaçan Düşen insan dertke muhtaç emez Amma durmuş kısmet inar her kaçan Mense gözlerini istekte mansam bu yere Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Mense gözlerini istekte mansam bu yere Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi Kalar fakat dildi yangan arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Aldığındaki nimemse ayarlarının rızkı nivanmay. Oturup tokudaki daha çok yedi gelsin. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun bari sen nerede gelsin?
Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Pulimni izlayaptimi? Hey, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan baq qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen de qiziq ekansan. Hey, pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkizib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga juda. Qaranglar uni olibdi-ku. Sarangni ish qilib borgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishga o'xshab qolg'inni. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! O mening mashinam! Ne gapirsa? Nima? Nimishing zotdi? Siz men tanımaysiz. Ama ben sizni erimizni tanıyman. Erimiz şu tapda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Ben o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqilas. Ish deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, ben o maşını ekegendim. İşenmisiniz, ben sizni apuray. Bu ahaq yangicha zot ishongili bo'lmaydi. Ha, bir o'zimni bir ko'zib qo'ymasa, Ularning hammasini saqchiq tutib beraylik. shunda qilaylik. Olsam degan bu sarangizni oldimay yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Unda ham qamaqaldi. Kopana? Kopana? Pul oynaymiz, ha? Rahat oynaylik. Kopana, kopana. Hey, ya qaranglar, o sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisni akagan bo'lsang, bek akilib o'ta. Bo'la. Bo'la. Bana ma yisip, bana ma öpke, bana ma pive. Voy, besh. Oyna! 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 Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Kim bo'lding?
Nakmı şu. Hey, nimdep maçından hep kaçsa. Hey, sen bana tanımsan tanımamsa. Ya. Bu degen saram. Elimi yaxşı maşinangda bir yer sokulatmaptı. Şunundan hoş ol. Kim saran ki? Üzem saran. Kızıvadı da. Kızı endi çıktı. Karanlık kızıp kaç edip kaldı. Ulan yenisini görse değil mi? Ya birbirine bakları götürüp basar mısın bu? Vay vay adaş. Ya kırgına ahbura zıcırık öttü. Uyun endi kızıydı değil mi? Ha. Ona soklaştırışta köye geçe. Osman ağabeyimizi çağırıp bence bisikletle kasap balonda değil mi? Ha? Samet mi yo'qolib ketdi? Osmon mi qarisi ko'rsatmasa? Eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgan sochga kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'rq gapiringni. Bizning yoq ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor qamib ketdi demiş. O'ylab baqa, shundagi Samet degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqning kasabti adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Bolda qilgina adash. Hey. Sen mi bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnaq mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yatib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Bu ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi men san gapini qilib bergan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Ma bir piyol sovuq choyni içsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk yetmeydi. Oy. Sovuq suv ziyonliq devassa, yana sovuq suv içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazım bir saranda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yeniyim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zolga üzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Oy, yenib kirgida men qo'rqima. Ey! Ha, qanday, ha? Hey! Çıktı. 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 Qo'ya! Yavaş bak. Ey! Men degan Çıktı. sarang. Yarayma. Ben Cüret. Dert kutusunda ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz gidersen. Ha şu. Makul. Kim yeter? Ha. Ha, gidin la ha. Yer gidin la. Yolu boş la ha. Otur. Ha, sen nereye gittin la? Yolu boş la ha. Yolu boş la.
Ha, yolu boşunlar. Vay 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 vay. Ma resimni alametsiz yaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey, sen nima odamsan? Ben Saran. Kimlime? Hey, ben aslı Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, men onun yolunda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotunumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi o. Doktor şunda dedi cumu. Hey, ya ben seni tonup kaldım. Sen Saran zot yok diyen ko. Bunu qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Buni lekin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kengchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rostli so'rag'im bo'g'im yo'q qaram. O'sha Mirvondan sal chotoq chiqib qolganda qildi qaram. Böyle sarağının kokunu çıkışırayı göz aldım bu kez sarağında yok olmalılar qaram. Bo'ldi, ma. Buna lekin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulak ikisi yo'qolib ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bag'ara dostum yaxshiladingmi? Bormi sen adasha? Voy sen ne ketding? Qana qo'lingni. Bormi sen? Ha, yaxshisan. Salomat bo'lding maqina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasman. Ha, gapqilma adash desam gapakchi. Samatchan qani. Ha, o dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va uni dukkan ne g'oyib bo'ldi, men faqat topamadim ku. Adash, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u do'kon yo'q. Ha? Jira. Biz seni boshlab boraylik. Jira. Samet Tugulakning dukkani mana mushu. Oho, Alloh Yura, men kirmaychi. Yura. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingda yaxshi turibmi? Bola dukkanlarni alomat katta qilib olsa juma. Bu shinchilik qilib Mana qo'ydim. o'zim shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'tib kutdi juma buni ichi. Yuringlar. Onun qo'li bo'shamag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uning bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga jiringlar ketaylik. Turinglar, ketaylik. Assalomu alaykum. Qadra ahvoling yaxshimi? Eshikmi? Oylinkilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib baqamsiz keyin. Ha, ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy nima degan chiroyli uy bu. Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga Shu bo'lsin. 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo bir ko'tarib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Vah. O, qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangul. Bir chini sovuq suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lida o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Kızıl yüzlüm yarim ey Avat bilene Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qini. Ko'zning kattiqdan ha. Bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga baxmay, aynak taqib olganini odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandavoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tatib olinglar" desangiz, voy, nech pul bersa, u texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamdan siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan ha. U chaqda qalamga siyos xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yiliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyim. Eğer yesip kalsam çokum siz ip gelme. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yazdigan bo'lsak-chu, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chu, qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü, qarang. Sazandilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tukirib saqayib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yezib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil Xotanda paxtaning bahsi bir xil tushib ketdi, angladingizmi? Siz ham xotingizni vizit etamaysiz? Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun normi yoqidek. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungan bo'lmaydigan eliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomidla e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuq gaqimgandimi?
Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havarayım o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqini qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, Ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'yam. Osman, atdigani nagma adınız oy? Voy, nimada ansiz xotin mana. Qo'ya, Samatjonning dukuni ko'rib, balla bilan birdan birim deb o'tirmiz deb menga boshqa ish bo'lmagandiki. Yana shu ish qilmangdan danga. Xotin haqga aksini ish aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ish menga sara. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qanaqa? $500. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ni aldım. $500. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. $20 köydüm. Ulanlık. Mani görüp bak. İşte. Gelemez mi? Kadırak. Ağayınlar. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha? Ha, oldu kılaylı. Sen hemen kaysa, et görüşüne. Ma. Otursan o, mamam sen. Madın ama. Kasım Şopur'a Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım geldi bir Ahmet geldi de esma. Kasımka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bana çotap oturup vardı. Sizler çoğu ben kutlanmayayım. Bana az olsun sen koy. Bu senin. Bu sana çıktı pardon. Bakalım sen. Ağinler. Ezme içtim ha. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Mana işkiyiz kızık yap bile iş mevzunu. Gazi adaş, kızık yap deganni, Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim efsane. Hey Tangal, hele bakasını harakçılap baygın etimiz mi?
Onda ikki qiz afsonaga loyiq bo'lib ketadigan, unda yumshoqdan gal yo'q. Bu şahsiy keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qapti. Qarg'idek bo'lsa, saroyning 4 dimiga soat esiqlik to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani olamdagi har bir er kishiga qarta esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa, shuning soati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmi, hikoyami? Shuning bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdi-kan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Peki kalan. Vay yengem o. Eyvallah, o'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alam etgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig-lab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani tushirib chiqibman. Kecha tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Xo'sh. Hey. Ma bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani angladinglarmi? Nima ishni? Sanatni angladingmi? Yo'q. Bir mes bir stol bu üstülüp uğulup gitti mi? Xuddi dangadek chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q-da bu sarani. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib o'tib, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, senin bir şey dayavugandaki burtonu budur qilib chatalik qilvasan. Geldi. Bana adamın peşini geldi. Ya seni. Dememe, bir şey saklamaya. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Durca. Taza beyz kılıçlar da. Kelam. Akını kelam. Bir kontrolle. Kene. Teşkma ağalanlı yakşı. Muşu nasıl oldu kendimi var ko üstümü yerim kalmadı. Bizim melde bir kere adam battı. Şu ağaç çıksan dep bek tapılap ketkendi. Muşu dükkanda bağ dep anağında kılandım. Nasıl ol battı, tükep gitti. Onun üstüge nasıl ol çekidiğalla azlap ketkeşke yasaydığallarının mı tayini yok. Bana bir kişi ekip verip durduğun. Uzak oldu, o mükemmel olup gitti. Man qarang, birer rom içip koyamsiz. Bopta, içip koyay. Xo'sh. Xo'sh. Bele. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, ozroq ichib qo'yman. İçip koyduk. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tanishchaydi. Voy. Qo'yinglar. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayatinki sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Ilang. Hozircha Onun durgununu öldürüp gerek emas. Onun durgununu öldürüp getiriyor desek mijazım öldürüp gitip da.
Gördünlermi ağinler? Bugün azraqlı pul tepip, adam tanımasa qaptı. Hey, tapqanini o'dinaq yutib ekitalamdi. Ay, haldigina. Amni bir yaman xotini qo'li qolidi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Samacha sarang emas-da. Ey, mush bir ondan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda ayb uni sat emas-ku. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib ağinlar bir yantib o'ltiraylik-ku. Bugün mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Nim qilvatsiz? Voy, nim qilvatsiz davatdi men. Voy Xudoyim, o'yning ichini qilvatgan nim qilg'imdi bu. Tova Xudoyim, qilgan ishni yana saralg'i tutdim nima buniki? So'kkamniki. Aka so'kkamni. Mana. Kim qilvatgan? Hey, meni aqar so'kkam pullarni men mayot qalanning arsi tiqib olgandim. Sen ilvatsa. Keşke pul ne deydi siz? Pulun dedi nervanızda ateşip sarang oldunuz. Yeni ne bu pul? Pulunu deyip be. Hey! Boğuz ben seni, boğup koymam. Tuta. Pullarımı deyip be. Pullarımı deyip be değil mi? Boğuz ben seni, boğup koymam. Pullarım kene. Ay Sara! O bekçi pul demez mi? Oldu kalın. Hem de her kanç kısınızma uğurmak gelmeydi. Şu harak diyen necisi içmeyen bozunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Kara akarmaz, saran sakaymaz diyen. Rast kepkende. Sen yani beni sarağında atsan! Hocam! Doktor! Sarağıma bu kadarını bir koy! İlhan'ın eşip kemeden İlhan'ın rastlı çatak çıkan değil mi?
Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim? Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, Sağ ahvoling Ha? yaxshimi? Ko'rinmaysan bu, Salomatchilik ha? yaxshimi? Voy teshishmadash. Teshlar, Voy teshlar. qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilqdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Juda o'tirib paravashaydi. Qara, qara. Voy mehmon keldi. Ha mana. Jinim adash uy kirayli. Oy, Ah. teshikma. Qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Yaxshi. Ana. Valla uy ichi teshlikda. Teshlik. Choy iching. Men mo sizlarni yo yo'qlab kelanmidim, ha? Choy iling. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichgacha o'tiringlar. Ha, ada, ahvoling yaxshimi? Teshlik. Hey Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa adash. O'zingning muomalasi shundoq tursa. Rost gaptimiding? Shu chog'da u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi, demakchi sizlar? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadimmi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatima. Shu chog'da u og'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qopti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'qchimi? U chog'da so'mkining ichida nima borligini senmi bilmayding, menmi bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qoldigan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nim bordi deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. O'tdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning g'ayishi degina. Bir qatam bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etkili tosliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Mastmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyifchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, og'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Iliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-di? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liqtirgan. Hey, bu
bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha oz bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin. Ha? Ola. Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydi. Biz yakın əlaqıydı o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu degen senin hakkın. Anlasam eli kıkımavaz senin aldığını tosup uruptu o. Kaç kımavaz? Eli kımızın dükkan kirgen kımavaz çok. Voy senin dükkanın qiliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarong'an nima degina? Voy iset. Voy iset. Osman, hoş emese. Ma'lumada. Ha. Ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, beni mi solaydı? Uftalma. Hoş emse. Hoş. Osman! Ha! Osman! Ha! Samatcan qani? Ha? Samatcan qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxslay tamoq yeb ko'ray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz oshqamayli yana. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq yeb berib sarang bo'lib qolmadim. U degan sizning og'aynangiz tursa. Xudoyim tavba. Oğlum bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Ey Dangal! Ey Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! To'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nima ish qochsa, ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qochdigan bo'lib oldi. Uni qizab nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adaş? Meni qo'shimga kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ana. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Yanga. Bale. Qana, qo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymiz juma. Qapqara qo'y
küz, küzlüğüm. Cinim pida bulsun ey, ay ey sana. Cinim ey, ay ey pida. Cinim pida bulsun ey, eyvah, ay sana. Cinidin keşken ey, ey satayınlar ey, aşina. Kaşı. Aşına bulsun ey, ey sana ey, Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmet bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etip koydum. Tazı tigiş kılıdığan bolsam, men degen naqşlarını qatlaplı koyman. Hazırғы ikki kız kaldırlaydıqanla özünü men naqşçı dep aldığan boldu. Naqşı degenni bağı, Abdüveli Carullah Ayup'dek, Davutcan Nasır'dek, Madem mendek etmem de, kandak dedi. Ağinler. Mağ dükkanını işidin takap koyup, aram kuda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıkıp gire. Edep. Ya babda çıkıp girem. Edep gerek yok. Astırak. Havayla. Üzem çıkma. Üzem çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Kep içim aldı eken. Kasapet nakşini hali yaman emas eydi diken ha. Lekin kaçtı ha. Endi Ne kaçıdı? Gel. Eşklasıza. Bugün acı işçiyesi kalma. Bırak gel bu boyunu ismeyle değme. Yanış kadına. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde məxsus xotun yoqlağa xotun, eri yoqlağa er bop berdiğan bir kesip ronaq detipdek. Ulanın qızları bolsa şunçilik sılva, erleri bolsa şunda qavul kilemiş. Ula boş vaqtlarida boş ışqınmay muskullarını çeڭitip olturamış.
Mushkin duago, hamma narsa tayyor agenilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. Ha, to'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga kuchib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'raklatmaymiz. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chet elda bor. voy bolalarni achchaka chatal qo'ya, chatalarni. Ağiniler. Bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andir. Ağası yo'liq qoldim-ku tam. Ag'inilar. U zodi masmo yoki saqmo? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush dukkan qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayıpçilik bir yak shiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yerga berib qopti. Ne çöptü? Maraq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Shunaqamda. Ketdi. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdik. Ya, maqsudlar kuch. Samet Nügülek. Samet chaqira. Dükkanını takap mağmamız bizler. Ag'inilar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Aynen düglek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir deydilar. Mağdak. İş qilgan narsa ne o'tmas.
Acep bir taraqishni haydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisqa o'tira. Qisib o'tirg'achqa jim o'tiryapman-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, mana oyoq berib o'lta. Seni uydan keldimi? Ha. Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydab keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motosida o'tirman. Kechasi motoga chiqsa quloq mengini yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Rahmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeyapti-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, aroq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan kelib turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi o pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib aroq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin onda paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? O'zini shumash. Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ular ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyinini qilib yuriysan? U pullarni tijorat qilib terisi tip topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchikansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q.
Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya bu qora to'klardan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi tanımagan odam deganni so'rig'i hargiz topmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? Ular o'g'irning bizni soqchiga so'ydirdi. Bunun do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Ey, agar u seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shu emasmi? Yelim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr. Ya dügülek. Qanday qo'y? Ha, Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgan sen van. Adas, menga o'tirdi. Ha, bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandu. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi ulam, necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa?
Qasım! Nima qilyapsiz? Hey! Hey! Nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasım, unda qilmang. Qo'yver. Nima qilganingiz bu? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bundoq qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasım, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Bundoq saranglik qilmang, Qasım. Tamam. Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pullarni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Ise. Qachonli qarsak taqaq turdi uning do'kkina. Chiqqay bo'ldi. So'zsiz yo'qolib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Qanday? Nega bo'ldim? Shu naymangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepshammidiq. Samartligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Shiyag hozir berib keldik. Do'kkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga ber baqayli. Voy nima deydiganda uyga necha qatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishib turguncha malisi yurib taqmayman. Jiringlar shunday qilaylik. Bu birat meshkalik yo'l qolmagan-ku yana. Hey, u degan so'roq chopsa qocha. Meni bekadi ekanimni deb ko'rsataymi? Buni sana. Beshing neydigan juvoy demek, tazım vuruptu-da sizni. Aran qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'ir otamda. O chekam. Sizmi o sarangga esi sürüch qasdingiz olmamdi. Nimdep esi sürgensiz o sarangga? Onun saralgı men dedim bilme. Köp gündüz adam urganda qarganda qeyp qizil sarani o'xshaydi u. Yomonchiq qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga apiraymi? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa uyga kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy ben. Beshim.
So'mkini og'zira olib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q. Sancho, sabr bera. Ammo qo'l. Ben so'mkini ola. Sho'ldi. Bundoq qilib bermo. Vay. Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi Osmon? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatiy kasal emas, Osmon. Nervingizni chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben saptaq tursam, Niramda qanday chatoshqidi meni. Qarang, begadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin Niramda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. O'xshaydi. Nervingizdan chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, jo'nima. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman.
Kesel göstermişsiz? Ha, üzerine bir teşrif bakay degendim. İsminiz neymi? Osman, Neçe yaş? 45 yaş. Nerede işleysiz? Aa. Doktor bo'lgandan keyin keseldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kesel bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlaydiganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaati tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy sizdek doktor ko'nmayman. Uy Sara. Ne? Men burası sarangma? Sara. Ras Sara. Hey, yaqqimsam, teximini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq dugi salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil, yenib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasın bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy mening narim sarangka. Voy men odat saq odamlarni saq tursan? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'manda. Bu dünyada rastçıl insan buluş belki